Instagramda futblogerlar tayyorlayotgan Kinder mandarinni tayyorlaymiz. Qani ketdik. Mayda mandarinlarni tozalab, erigan oq shokoladga solib cho'miltirib, 10 daqiqaga morozilikka olib qo'yamiz. Ungacha esa sizlarga Sof Nur Globaldan yangi yil aksiyasida olgan kosmetikamni obzor qilaman. Birinchi bo'lib yuzimni Blankov molachkosida tozalab olaman. Bu 95% sigir sutidan qilingan tabiiy mahsulot. Endi esa yuzni namlantiruvchi va oziqlantiruvchi niqobni taqib olib, mandarinlarimdan xabar olaman. Yong'oqlarni maydalab, qora yoki молочный shokoladga solib, mandarinlarni yana cho'miltirib 10 daqiqaga morozilikka qo'yamiz. Bu arada esa niqobni ham oladigan payt bo'ldi. Bu esa kollagen azizlar yuzni namlantiradi, ajinlarga qarshi kurashadi va yuzni terisini elastikligini oshiradi. Ushbu kremni ertalab va kechqurun ko'z tagiga va yuzga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham ajinlarga qarshi. Bu esa meni eng yaxshi ko'rgan tonal kremim, chunki uning ichida BBCC va SPF bo'lib, yuzingizni kamchiligini bemalol bartaraf qiladi. Shu bilan birga ishlatishga juda ham qulay. Ikkita cho'tkasi bor. Birinchisi bilan tonalkani surasiz, ikkinchisi bilan tekishlab chiqasiz. Qizlarjonlar, shoshiling, ushbu 5 ta koreys mahsulotlarini siz Sof Nur Global kompaniyasidan 1 million 200 ming so'mga emas, 25% chegirmada 890 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin faqat yangi yilgacha. Kinder mandarinlarni esa albatta yangi yil dasturxoniga tayyorlab ko'ring va yerliklarga ulashing.